Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun atiganda bizning WhatsApp guruhdagi bir necha qarindoshlar ayrim uchur yo'llabdi. Yaqinda shu xabar ko'ryapsak, YouTube'da e'lonni bak chiqilib, xabarni tuzar xabar ko'rib bo'lguncha bir necha e'lon chiqilib, bak ichimizni pushiryapti. YouTube'dagi e'lonni to'sadigan bir amali bormi deb. Buning amali bor, buning amali nihoyatda oson. Ya'ni buning qanday amali bor deganda, siz Google'a kirib uBlock Chrome uBlock Chrome mana bassız. Onun keyin uBlock Origin degani. Block deymiz to'sish degan gap ham nima? Bu shu uBlock deymiz, bu appning bir ismi, uBlock Origin mana bassız. Buni basib add to Chrome mana bassız. Add deymiz qo'shish degan gap to Chrome deganimiz Google Chrome degan. Google Chrome qo'shsiz. Add extension. uBlock Origin has been added to Chrome. Bu Chrome qo'shib bo'ldi deydi. Buni qanday topamiz deganda, kichik qarinib, qora mani ikonni buni bossiz, buni besib uBlock Origin degani mani ko'rdingizmi? Mana kichik pinni buni bossiz. Bosgandan keyin bu maya chiqdi. Buni ko'rdingizmi? Mana shu bayqisi uBlock Origin degan shu. Endi mesela YouTube'dan kino ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, men YouTube kirdik-ku. Mesela free with ads. Mademiz free with ads deyimiz e'lon degan, free deyimiz bekor degan gap. Buy or rent deyimiz pul to'laysiz managa. Buy deyimiz elish, setib olish, rent deyimiz ijaraga degan gap. Buni pul to'laysiz. Deyimiz kinoni ko'rsatib bekorlik ekan. Yoki xabar bo'lsinmi? Biroq buning cho'qim ichida e'lon bor deymiz. Masalan, mana shuni boqaylik. Ketma buni boshlayotgan gap, e'lon yo'q degan gap. Endi masalan siz mani yo'qitib baqsangiz-chi masalan. Bunda bassangizlar. Buni endi to'smaydi endi. For just $67, you can make as many videos as you want. Pick up a camera or use any... Masalan, mani qarab qo'yaylik. Men mani private ads, mani masalan e'lon bor ekan. When you're younger, Ko'rdingizmi? Men e'lon chiqib turdi. everything feels so permanent. Endi bu e'lonni qanday yo'qitaman deganda, shu birinchi qaytadan boyaqisini-chi, niya bekitlar. Mani naq bossib qayni bir refresh qilsangizlar. Endi e'lon yo'qaydi degan gap. Har qanday e'lon yo'qolib ketadi. Masalan, men to'xtab turaylik. Masalan, mani free ad degan mani shu e'loni bor ekan, masalan, mani besib baqsangiz. Ko'rdingizmi? E'lon yo'q degan so'z. Endi yana bormi qarab qo'yaylik. E'lon. Bu hamma set olalarga e'lon yo'q ekan. Masalan, men kirib biz explore besib kinolar kirib free bir free with ads ma'noslar qanaqa kinoda bir kino shu ekan. Masalan, mani qarab qo'yaylik. Ko'rdingizmi? Bu e'lon tugagan gap. Shu ashtagi shunaqa qilsiz e'lon yo'qaydi. Bo'ldi. Ondan keyin yana bir deb qo'ygan gap. Cho'qim siz Google kirganda cho'qim o'zingizniki bir email adresi bilan sign in qilmaysizmi? Ichga kirmaysizmi? Masalan, bu agarda birazini o'zingizning ismi bilan email bilan buni sign in qilsangiz, masalan, hozir bu uBlockni bossangiz, baribir ishlamaydi. uBlock Chrome'ni bosaylik masalan. Mana bunu ko'rdingizmi? You cannot add. Buni beslag'aya chiqmaydi. You cannot add extension in incognito or guest windows. Buni cho'qim shu demak, siz cho'qim bundaq guest bilan yoki boshqa birsning ismi bilan kirsangiz, cho'qim buni ichiga kiramaysiz degan gap. Cho'qim o'zingizniki email adresi bilan ichiga kirib, ondan keyin buni uBlockni qochila olasiz. Shu bo'ldi. Shu bo'ldi, men qilamsiz, xo'sh, Allohga omonat.